Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Miraki qishlog'ida umumiy 2 gektar yer maydon sotiladi. O'rtasida 1 gektar yer hovuz baliq boqish uchun. Hovuzning 4 tomonida ham joy bor kottejlar, dachalar qurish uchun. Bir tomonida 8 ta zamonaviy kottejlar qurib bitkazilgan. Ichida hamma sharoitlari bor. Ichlari juda ham ajoyib. Har birida 4 ta divandan qo'yilgan televizor, konditsioner, hojatxona, dush, idish-tovoqlar, posudalar, har birining orqasida kuxnichasi bor. Har birining отдельно usti yopiq spalari bor. Orqa tomonida daraxtzor, soya salqin, old tomonida suv aylanib yuradigan toshli ariq chiroy berib turadi. Ikkita katta cho'milish baseyni bor. Erkaklarniki alohida, ayollarniki alohida. 5 tonnagacha farel baliqlari boqish uchun mo'ljallangan 1000 kvadratli usti yopiq hovuzlari bor. Mirakining manzarasi, ob-havosi qanaqaligini bilmagan odamning o'zi bo'lmasa kerak. Bu joylar opshida sotiladi. Murojaat uchun nomerlar video tagida.